Agar bandani qalbiga sakinat o'rnashadigan bo'lsa, tilni gapirtiradi. Tilni mana gapiradi. Hikmatni, haqiqatni, chiroyli mav'izani, karomat. Payg'ambarlar uchun mo'jiza berilsa, iymoni bor, Allohga yaqin bo'lgan taqvoli bandalarga, valilarga karomat beriladi. Karomat bu g'ayrioddiy ishlar, tabiat qonunlariga to'g'ri kelmaydigan holatlar. Mana shu biz aytayotgan sakinatning ham karomati bor. Alloh bandaga sakinat bergan bo'lsa, undagi karomatlardan bittasi shu bo'ladiki, tayyorlanmagan bo'ladi. O'qimagan bo'ladi. Yozib olmagan bo'ladi. Yodlamagan bo'ladi. Biron joydan eshitmagan bo'ladi. O'zini ichidan shunday bir so'zni, bir gapni aytadi, u aytgan gapi naq hikmatning o'zi bo'ladi. To'satdan tilidan chiqadi, haqiqatan bir ma'nosi chuqur, hikmatli so'z bo'ladi. Qayoqdan oldi bu narsani? Bu nimaning alomati? Bu mana shu odamning qalbiga Alloh taolo sakinatni joylab qo'yganligini belgisi. Shu chiroyli gapni gapiradi-da, vallohi deydi, qayerdan keldi bu gap menga deydi. Men aytdimmi shuni deydi. Keyin shunga o'xshagan bir so'zni aytay desa, qaytara olmaydi. Bu uni qalbida sakinat borligining bitta belgisi. Bu Alloh tomonidan berilgan bir fath, g'alaba. Bu sakinatning alomati. O'zidan kutmaydi odam bunaqa gapni. Boshqalar ham kutmagan bo'ladi. Mana shu ishroq, ochilish, iqbol va sakinat lahzalari bo'lib qoladi. Mana shu paytda haq bo'lgan so'zni gapiradi, hikmat bilan gapiradi, dalili bor so'z bo'ladi bu, hujjati bor bo'ladi va odamlarga ta'sir qiladi.